Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugungi videomizning mavzusi nihoyatda dolzarb. Shoshilinch va har bir fuqaroni, ayniqsa mehnat staji 20 yoki 25 yilga yetgan yoki unga yaqinlashgan yurtdoshlarimizni bevosita qiziqtiradigan masaladir. Agar sizning yoki yaqinlaringizning ish staji shu raqamlarga to'g'ri kelsa, unda bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingiz shart. Axir gap sizning kelajakdagi farovonligingiz, oladigan pensiyangiz miqdori haqida ketmoqda. Hozirda yuz berayotgan o'zgarishlar ko'pchilikning pensiya kitoblariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun avvalo kanalimizga obuna bo'lishni, videoga like bosishni unutmang. Zero biz ana shunday muhim va amaliy ma'lumotlarni doimiy ravishda sizga yetkazib borishga harakat qilamiz. Bugungi mavzu, takror aytaman, juda muhim. Undan bexabar qolish siz uchun moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Muammoning mohiyati ilgari qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Avvallari pensiya hisoblash tizimi nisbatan oddiyroq mexanizmga ega edi. Pensiyaning bazaviy qismi asosan umumiy mehnat staji va o'rtacha ish haqi asosida belgilanardi. Ya'ni qancha ko'p ishlagan bo'lsangiz va ish haqingiz qanchalik yuqori bo'lgan bo'lsa, pensiya miqdori shunchalik baland bo'lishi kutilardi. Biroq so'nggi yillarda qonunchilikka kiritilgan o'zgarishlar, ayniqsa pensiya islohotlari natijasida ma'lum bir mehnat staji davrlariga alohida e'tibor qaratiladigan bo'ldi. Bu degani, endilikda shunchaki umumiy stajga ega bo'lishdan ko'ra, qaysi davrlarda ishlaganingiz va aynan ma'lum bir chegaraviy ko'rsatkichlarga erishganingiz pensiya hisob-kitobiga yanada kuchli ta'sir ko'rsata boshladi. Pensiya tizimidagi yangi qoidalar asosan pensiya tayinlashda bazaviy staj talablarini va uning ustiga qo'shiladigan har bir qo'shimcha yil uchun bonuslar miqdorini aniqlashga qaratilgan ilgari. Ayollar uchun 20 yil va erkaklar uchun 25 yil mehnat staji to'liq pensiya olish huquqini beruvchi oddiygina talab bo'lgan bo'lsa, endi bu ko'rsatkichlar nafaqat pensiya olish huquqini, balki uning umumiy miqdorini sezilarli darajada oshirish yoki kamaytirishga ta'sir ko'rsatuvchi muhim omilga aylandi. Ba'zi hollarda bu ko'rsatkichlarga yetib borish yoki bir oz oshirish pensiya miqdorini sezilarli darajada o'zgartirib yuborishi mumkin. Bu degani, qonunchilikdagi bu yangiliklar sizning kelajakdagi nafaqa miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatuvchi moliyaviy jihatdan juda muhim o'zgarishlardir. Tizim ancha murakkablashdi. Endi shunchaki ishlagan yillar soniga emas, balki qaysi yillarda, qaysi lavozimlarda, qaysi kasblarda ishlaganingiz va shu bilan bog'liq ijtimoiy ajratmalar qanday amalga oshirilganiga ham diqqat qilish lozim. Birinchi asosiy qism nimalarni bilish kerak? Kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak? Hozirgi kunda pensiya ta'minoti qonunchiligida belgilanganidek pensiya miqdorini hisoblashda bazaviy staj talablari bor. Ayollar uchun odatda 20 yil, erkaklar uchun esa 25 yil. Ammo bu shunchaki quruq raqamlar emas, balki sizning pensiyangiz skeletini tashkil etuvchi asosdir. Bu stajga ega bo'lish sizga to'liq hajmdagi pensiya olish huquqini beradi. Lekin gap faqat huquq olishda emas. Gap shundaki, ayni shu 20 yoki 25 yillik stajdan keyingi har bir qo'shimcha yil uchun pensiyaga muayyan foizlarda ustama qo'shiladi. Bu degani, agar sizning stajingiz 10 yil bo'lsa, pensiyangiz 20 yillik stajga ega bo'lgan kishinikidan sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Bu farq nafaqat bir yilning o'zi uchun qo'shiladigan ustamadan, balki bazaviy hisoblash mexanizmidan ham kelib chiqadi. Shu sababli, agar sizning mehnat stajingiz 19-24 yil bo'lsa yoki shunga yaqin bo'lsa, siz albatta xavotirlanishingiz va choralar ko'rishingiz kerak. Kim xavotirlanishi kerak? Birinchidan, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan va mehnat staji 20 yildan 24 yilgacha bo'lgan erkaklar va 20 yildan 19 yilgacha bo'lgan ayollar. Sizlar uchun har bir ish kuni, har bir oy muhim. Stajingizni 20 yoki 25 yillik chegaraga yetkazish sizning pensiya miqdoringizni sezilarli darajada oshirishi mumkin. Masalan, tasavvur qiling, siz 24 yil oy ishlagansiz. Agar siz shu ahvolda pensiyaga chiqsangiz, 25 yillik staj uchun beriladigan qo'shimcha imtiyoz va ustamalardan mahrum bo'lasiz. Atiga 2 oy qo'shimcha ishlash sizning pensiyangizni o'rbod oshirishi mumkin edi. Bu juda katta farq. Misol bir aytaylik, Xolmat aka 6 yoshda va uning mehnat staji 24 yil 6 oyni tashkil etadi. U pensiyaga chiqish arafasida. Agar u hozir pensiya tayinlatadigan bo'lsa, unga 25 yillik staj uchun beriladigan qo'shimcha foizlar qo'shilmaydi. Bu esa har oyda.
masalan 50.000 so'm yoki undan ko'proq o'tishga olib kelishi mumkin. Keling, bu summani umr bo'yi oladigan bo'lsa, umumiy miqdorda bir necha million so'mga yetib boradigan katta yo'qotishdir. Xolmut aka agar imkoni bo'lsa, yana 6 oy ishlashga harakat qilib, stajini 25 yilga yetkazsa, urbot ancha ko'proq pensiya olish imkoniga ega bo'lar edi. Bu holatda Xolmut akaga qo'shimcha 6 oy ishlash nafaqat ma'lum bir muddat daromad topish, balki butun umr davomida yuqoriroq pensiya olish imkonini beradi. Misol 2 Shahnoza opa 75 yoshda uning staji bu yil 2 oyni tashkil qiladi. Shahnoza opa hozircha pensiyaga chiqishga shoshilmasdan, imkoniyati bo'lsa, yana 10 oy ishlashga qaror qilsa, uning staji 20 yilga yetadi. Natijada u to'liq pensiya olish huquqini qo'lga kiritadi va 20 yillik staj uchun ko'zda tutilgan bazaviy miqdor hamda har bir qo'shimcha yil uchun ustama shaklidagi bonuslardan foydalana oladi. Bu uning oylik pensiya miqdorini masalan 30.000 so'mdan 70.000 so'mgacha oshirishi mumkin. Shahnoza opaning misolida onun oylik qo'shimcha mehnat bir umrlik farovonlikka investitsiya bo'ladi. Kim xavotirlanmasligi kerak? Agar sizning mehnat stajingiz ancha uzoq, yeni ayollar uchun 25 yildan va erkaklar uchun 30 yildan oshib ketgan bo'lsa, siz bu borada unchalik xavotirlanmasangiz ham bo'ladi. Sababi, siz allaqachon maksimal staj ko'rsatkichlaridan biriga yetib borgan yoki undan ham oshirib yuborgansiz. Sizning pensiyangiz allaqachon maksimal staj ko'rsatkichlariga muvofiq hisoblangan bo'ladi. Shuningdek, nogironlik pensiyasi oluvchilar yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar uchun staj talablari biroz boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin shunga qaramay, har bir insonning o'ziga xos holati bo'lgani sababli baribir o'z shaxsiy ish stajini tekshirib ko'rish ortiqchalik qilmaydi. Agar sizda staj kam bo'lsa-da, siz juda yuqori ish haqi olgan bo'lsangiz, pensiyangiz baribir yuqori bo'lishi mumkin. Bu yerda ish haqi miqdori ham juda katta ahamiyatga ega. Lekin bu bazaviy staj talabining ahamiyatini kamaytirmaydi. Ikkinchi asosiy qism qoidadan istisnolar, qaltis joylar va noaniq nüanslar. Pensiya qonunchiligi o'z ichiga ko'plab nozik jihatlarni oladi va bu jihatlarni bilmaslik siz uchun kutilmagan muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Bu yerda biz ko'pchilik e'tibordan chetda qoldiradigan bir nechta muhim nüanslarni ko'rib chiqamiz. 1. Mehnat stajiga kiritilmaydigan davrlar. Ba'zi insonlar ma'lum bir davrlarda ishlaganligiga amin bo'lsalarda, bu davrlar pensiya stajiga kiritilmasligi mumkin. Masalan, o'qish davrlari faqatgina ba'zi ixtisosliklar va o'qish turlari bundan mustasno. Norasmiy mehnat faoliyati ish haqi hisobidan ijtimoiy to'lovlar amalga oshirilmagan bo'lsa, shuningdek, chet elda ishlagan davrlar O'zbekistonning boshqa davlatlar bilan tuzgan shartnomalarda boshqacha tartib nazarda tutilmagan bo'lsa, stajga kirmasligi mumkin. Bunday hollarda pensiya jamg'armasi xodimlari sizning stajingizni siz kutgandan kamroq hisoblashi mumkin. 2. Arxiv hujjatlarining ahamiyati. Ko'pincha eski mehnat daftarchalarida yo'q arxivlarda ma'lumotlar to'liq yo'q aniq bo'lmasligi mumkin. Korxona yopilgan, qayta tashkil etilgan yoki arxiv ma'lumotlari yo'qolgan bo'lsa, sizning stajingizni tasdiqlash murakkablashadi. Bunday vaziyatlarda sud orqali stajni tasdiqlashga to'g'ri kelishi mumkin. Bu esa vaqt va asab talab qiladi. Shuning uchun imkoni bo'lsa, ish joyidan ma'lumotnomalar, buyruqlardan ko'chirmalar yoki arxivdan tegishli hujjatlarni oldindan olib qo'yish maqsadga muvofiq. Uchun maxsus staj turlari. Ba'zi kasblar uchun, masalan, konchilar, uchuvchilar, og'ir va zararli sharoitlarda ishlaganlar maxsus mehnat staji nazarda tutilgan. Bunday staj 1 yil uchun 1,5 yoki hatto 2 yil sifatida hisoblanishi mumkin. Agar siz shunday sohalarda ishlagan bo'lsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga albatta ma'lum qilishingiz va tegishli hujjatlarni taqdim etishingiz kerak. Bu sizning pensiya miqdoringizni sezilarli darajada oshirishi mumkin. Masalan, 5 yil og'ir sharoitda ishlagan kishi 75 yoki 10 yil stajga ega bo'lgani hisoblanishi mumkin. 4. Bolali ayollar uchun imtiyozlar. Bolalarni parvarishlash davri odatda har bir bola uchun 3 yilgacha, jami 6 yilgacha ayollarning mehnat stajiga qo'shiladi. Bu ayollar uchun juda muhim imtiyoz bo'lib, ular bolalarni parvarishlayotgan paytda rasmiy ishlamagan bo'lsalar ham bu davr stajiga kiritiladi. Bu ham 20 yillik staj chegarasiga yetishda katta yordam beradi. Lekin bu davrni ham tasdiqlovchi hujjatlar, tug'ilish haqidagi guvohnomalar talab qilinadi. 5. Harbiy xizmat davri. Harbiy xizmat davri ham mehnat stajiga qo'shiladi. Bu erkaklar uchun ayniqsa muhimdir.
Agar siz muddatli harbiy xizmatni o'tagan bo'lsangiz, harbiy chiptangiz yoki mudofaa ishlari boshqarmasidan ma'lumotnoma sizning stajingizni oshirishga yordam beradi. 6. İjtimoiy sug'urta badallari. Pensiya hisoblashda nafaqat staj, balki bu staj davrida to'langan ijtimoiy sug'urta badallarining muntazamligi va miqdori ham juda muhim. Agar ish beruvchi siz uchun ijtimoiy to'lovlarni o'z vaqtida va to'liq o'tkazmagan bo'lsa, bu sizning pensiya miqdoringizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun ish haqining konvertda berilishidan ehtiyot bo'lish kerak. Rasmiy ravishda yug'ori ish haqi ko'rsatilgan va barcha ajratmalar o'z vaqtida o'tkazilgan davrlar sizning pensiyangizni maksimal darajada oshirishga yordam beradi. 7. Ish stajini vaqtincha tasdiqlash. Agar sizda ayrim davrlardagi stajni tasdiqlovchi hujjatlar bo'lmasa, lekin siz shu davrlarda ishlaganligingizga ishonchingiz komil bo'lsa, pensiya jamg'armasi sizdan qo'shimcha ma'lumot so'rashi mumkin. Ba'zi hollarda ikki guvohning ko'rsatmasi orqali stajni tasdiqlash amaliyoti ham mavjud. Biroq bu asosan boshqa barcha usullar natija bermagan holatlarda qo'llaniladigan so'nggi chora hisoblanadi. Bu kabi noaniq nuanslarni bilish va ularni o'z vaqtida hal qilish pensiya tayinlash jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini oladi va pensiya miqdorini to'g'ri hisoblashga yordam beradi. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, endi bilganlarimizni amaliyotga tatbiq etish vaqti keldi. Agar siz yuqorida aytilgan 20 yoki 25 yillik staj chegarasiga yaqin bo'lsangiz yoki shunday stajga ega bo'lsangiz, quyidagi amaliy qadamlarni bajarishingizni qat'iyan tavsiya qilaman. 1. O'zingizning mehnat stajingizni tekshiring. Birinchi va eng muhim qadam bu sizning rasmiy mehnat stajingizni aniq bilib olish. Buning uchun siz bir nechta usullardan foydalanishingiz mumkin. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali My.uz orqali. Bu eng qulay va zamonaviy usul. Portalga kirib, shaxsiy kabinetingiz orqali mehnat staji haqidagi ma'lumotlarni elektron shaklda olishingiz mumkin. Bu ma'lumotlar odatda davlat xizmatlari markazlari va pensiya jamg'armasi bazalaridagi ma'lumotlarga asoslanadi. Tegishli tuman, shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish. Agar elektron xizmatlardan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz yoki batafsil ma'lumot olishni istasangiz, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan murojaat qiling. U yerda mutaxassislar sizning mehnat daftarchangiz va shaxsiy hujjatlaringiz asosida stajingizni hisoblab berishadi va bu haqda ma'lumotnoma berishlari mumkin. Mehnat daftarchasini ko'zdan kechirish eng oddiy usul, ammo unchalik to'liq emas. Mehnat daftarchangizda barcha yozuvlar mavjudligiga va ularning to'g'riligiga ishonch hosil qiling. Unda ishga kirish va ishdan bo'shash sanalari, lavozimlar aniq ko'rsatilgan bo'lishi shart. Agar daftarchada xatoliklar yoki o'chirilgan yozuvlar bo'lsa, buni pensiya jamg'armasiga bildiring. 2 hujjatlaringizni tartibga soling. Stajingizni aniqlab olganingizdan so'ng, uning har bir davrini tasdiqlovchi hujjatlarning mavjudligini tekshiring. Zarur bo'ladigan hujjatlar ro'yxati, pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, asli va nusxasi, diplom, oliy yoki o'rta maxsus ta'lim olgan bo'lsangiz, ba'zi holatlarda o'qish davri stajga qo'shilishi mumkin. Harbiy bilet agar harbiy xizmatni o'tagan bo'lsangiz, bolalarning tug'ilish haqidagi guvohnomalari, ayollar uchun agar bolalar parvarishi davri stajga qo'shilishi kerak bo'lsa, nikoh guvohnomasi agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, staj davrlaridagi turli familiyalar o'rtasidagi bog'liqlikni tasdiqlash uchun, ish joyidan ma'lumotnomalar agar mehnat daftarchasida yozuvlar yetarli bo'lmasa yoki korxona yopilgan bo'lsa, ayniqsa eng ko'p ish haqi olgan istalgan 5 yillik ish haqi haqidagi ma'lumotnomalar pensiya miqdorini hisoblashda muhim ahamiyatga ega. O'tu, kamomatlarni bartaraf etish. Agar sizning stajingiz 20 yoki 25 yillik chegaraga yetmayotgan bo'lsa va pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, imkon qadar qo'shimcha ishlashga harakat qiling. Har bir qo'shimcha oy, hatto kun ham kelajakdagi pensiyangiz uchun katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Agar ishlash imkoniyatingiz bo'lmasa, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, ixtiyoriy ravishda sug'urta badallari to'lash imkoniyatini ko'rib chiqing. Bu orqali siz kam bo'lgan stajni sotib olishingiz va shu orqali to'liq pensiya huquqini qo'lga kiritishingiz mumkin. Bu ayniqsa bir necha oydan bir necha yilgacha staji kam bo'lganlar uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Bu xizmatning shartlari va to'lov miqdorlari haqida pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlaridan aniq ma'lumot olishingiz mumkin. 4.
maslahat olish. Agar sizda qandaydir shubhalar yoki savollar bo'lsa, mustaqil ravishda qaror qabul qilishga shoshilmang. Eng yaxshisi tuman, shahar pensiya jamg'armasi mutaxassislariga shaxsan murojaat qilib, o'zingizning holatingiz bo'yicha batafsil maslahat oling. Ular sizning barcha hujjatlaringizni ko'rib chiqib, stajingizni to'g'ri hisoblash va pensiyani maksimal darajada olish uchun nimalar qilish kerakligini aniq aytib berishadi. Bu juda muhim, chunki har bir insonning hayotiy vaziyati, ishlagan joylari va davrlari individual xususiyatlarga ega bo'ladi. Mutaxassislar sizning har bir davrdagi ishingizni, o'qishingizni, harbiy xizmatni qonunchilik doirasida to'g'ri baholab beradi. Shuningdek, ular sizga qanday ariza yozish kerakligini, qaysi balankalarni to'ldirish kerakligini ko'rsatishadi. 5. Ma'lumotlarning aniqligini tekshiring. Pensiya tayinlashda taqdim etilgan barcha ma'lumotlar va hujjatlarning to'g'riligini bir necha bor tekshirib chiqing. Har qanday xato yoki noto'g'ri ma'lumot pensiya tayinlash muddatini cho'zib yuborishi yoki hatto rad etilishiga sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa, mehnat daftarchasidagi yozuvlar va ish haqi haqidagi ma'lumotnomalardagi sanalar va raqamlarga alohida e'tibor bering. Agar pensiya jamg'armasi tomonidan sizga staj hisob kitobi taqdim etilsa, uni diqqat bilan o'rganib chiqing. Birortam davr adashmasdan hisoblanganiga ishonch hosil qiling. Pensiya bu sizning uzoq yillar davomida qilgan mehnatingizning mevasidir. Shuning uchun uning miqdori va tayinlanish jarayoniga e'tibor bilan yondashishingiz va yuqoridagi maslahatlarga amal qilishingizni tavsiya qilaman. Xulosa va yakuniy chorlov, qadrli do'stlar. Bugun biz pensiya tizimidagi juda muhim bir nuans, aynan 20 yoki 25 yillik mehnat stajining pensiya miqdoriga qanday ta'sir qilishini batafsil muhokama qildik. Esingizda tuting, bu raqamlar shunchaki shartli ko'rsatkichlar emas, balki sizning kelajakdagi farovonligingizni belgilab beruvchi muhim chegaralardir. Agar siz shu chegaralarga yaqin bo'lsangiz yoki ular bilan bog'liq qandaydir savollaringiz bo'lsa, o'z mehnat stajingizni zudlik bilan tekshiring. Hujjatlaringizni tartibga soling va pensiya jamg'armasidan malakali maslahat olishdan cho'chmang. Har bir o'tkazib yuborilgan imkoniyat, har bir aniqlanmagan ma'lumot sizning nafaqangizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun juda foydali va amaliy ahamiyatga ega bo'ldi. O'zingizning vaziyatingiz, savollaringiz, tushunchalaringiz yoki bu boradagi tajribalaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Sizning fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Boshqalar uchun esa yanada qimmatli ma'lumot bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'ling, toki keyingi muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormang. Hammamizga tinchlik va farovonlik tilayman. E'tiboringiz uchun rahmat.